Salom bolalar, tanishinglar, bu bolaning ismi Igor, ya'ni men. Ko'rib turgan voqealaring rovno 1 yil avval sodir bo'lgan va bu voqeadan keyin meni klassikaga bo'lgan qiziqishim mutlaqo so'ngan. Bunga ikkita katta sabab bor. Buning birinchisi rang ko'tarish uchun kutini ham berishga tayyor bo'lgan ba'zi bir qo'shtirnoq ichidagi igroklar, keyingisi esa PUBG Mobile asoschilari qo'shib kelayotgan har xil bo'lmag'il eventlardir. Va men PUBG Mobile o'yinini o'chirishga qaror qildim. To'xta. Balki o'zingni TDM yo'nalishida ham bir sinab ko'rarsan degan fikr keldi, chunki TDMda birga bir otishiladi, bunaqa krisaliklar bo'lmaydi. Shunday qilib, men klassikani mutlaqo yig'ishtirib qo'yib, full fokusimni TDMga qaratganman. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, sizlarning ham zalutlaring anchagina avvalga qaraganda kuchayadi. Sizlar o'ylashlaring mumkin, senda 120 FPS, shuning uchun o'qlaring zo'r deyapti, zaluting zo'r bo'lyapti deb. Menda hech qanaqa 120 FPS emas, menda 60 FPS, iPhone 8 Plus. Lekin sizlar aytishinglar mumkin, senda iPhone 8 Plus bo'lsa, qanaqa bunaqa qilib zaluting kuchli deyishinglar mumkin. Bu prosta ko'p vaqt trenirovka, buni tagida ancha yillik opit yotibdi. Ancha yillik trenirovka. Har xil poligonlarda aim kuchaytirish uchun mashqlar qilganman. Shuning uchun zalutim shunday kuchli. Ko'p marotaba TDM turnirlarida o'ynaganman, kuchli igroklar bilan. Yana aytishinglar mumkin, internetda trend bo'layotgan gap, optimizatsiya qilgansizmi, yo'qmi? Men 2 yil avval Lapar Davron videosini ko'rib, shuni optimizatsiya qilganman. To'g'risini aytsam, optimizatsiya mif, yolg'on narsa. Hamma aytadi, meni optimizatsiyamni olding, u prosta nastroykadan o'chirib yoqadigan narsalar, ishonmanglar unga. Hammasi pul qilish uchun aldaydi. Bu lichno meni o'zimga shaxsiy fikrim. Kommentariyaga negativ yozish hojat yo'q, bolalar. Yana bir gap, men o'zim ishlatadigan, telefonda globokий очистка qiladigan iPhone'ni bitta programma bor. Yo'q, ish beradi. Ko'p TDM'larni ham ko'rganman, hammasi shundan qiladi. O'zim ham ancha foyda topganman shundan. Shuni videoni oxirigacha ko'rsanglar, o'zim qanaqa qilib globokий очистка qilishni telefonda stabil ishlashini ko'rsatib o'taman. Bo'lmasa bolalar, hozir sizlarga o'zim qiladigan trenirovkalarni hammasini ko'rsataman. Qanaqa qilib aimni kuchaytirish kerakligini. Boshqalarga o'xshab aldamayman. Mana buni yoqing, uni yoqing deb turib fake video chiqarmayman. Laxatron video. Bo'lmasa qani poligonga ketdik. Birinchi bo'lib bolalar, mana bu tankga o'xshagan mashinani olamiz. Atak bagi olsak ham bo'laveradi, lekin TDMda bilasizlar, konteynerlar baland. Shuning uchun eng baland mashina mana shu ekan. Shuni olaveramiz trening qilishga. Hozir birinchi o'rinda mashinani xuddi shunaqa men qo'yganda qo'yib olasizlar. Sal pastroqqa qo'yib, keyin birinchi pikanani trenirovka qilamiz yaxshilab. Diqqatlik bilan e'tibor beringlar, qaranglar, pik bilan o'tirgich bir vaqtda bosilyapti. Unga joystikka tez qimirdatasizlar. U sopernik ekranidan juda kichkina ko'rinasizlar, tez ko'rinasizlar. Shunday qilib o'tsanglar, uncha to'lolmaydi. Mana shu ko'rsatganlarimni kuniga kamida bir 20 minutdan shuni trenirovka qilsanglar, o'yinlaring sezilarli darajada kuchayadi. Zalutlaring, aimlaring, strelbalaring. Ikkinchi trenirovkamiz mana shu poligondagi haykalchalarga sakrab turib, aimni umuman qochiravermasdan odam kallasidan otishni trenirovka qilamiz. Shuni trenirovka qilsanglar ham, masalan, sopernik chovib kelayotgan vaqt bitta chiqib kallasiga hujjat berib qo'ysanglar bo'ladi. Shuni yaxshi o'rgansanglar. Men polni shunda trenirovka qilaman, shuning uchun zalutim normalniy. Endi uzoqroqdan otishamiz, uzoqroqdan joystikni orqaroqqa tortib bayqilamiz. Sakragan vaqtni orqaga tortsanglar, zalut normalniy bo'ladi, hit deyadi polni. Shuning uchun qayerdagi klassika o'ynagandan ko'ra kirmaycha trenirovka qilsanglar, ozgina zalutinglar anchagina sezilarli darajada oshadi, uncha-munchasini qiynab qo'yasizlar. Uchinchi mashqimiz mana shu konteynerlar ustida bo'ladi, ko'p konteynerlar ustida. Как будто pastdan kelayotgan odamni bunday pritsel ochib kutaolayotgandek bo'lasizlar. Bu yerda pozitsiyani o'rganib olsanglar, ancha-muncha o'yinchiga problema bo'lasizlar. Bu pozitsiyani bilgan biladi, normal TDM'lar tushunadi bu pozitsiyani. Tepadan kutib olish, ayniqsa potni o'yinlarda juda asqotadi bu pozitsiya. Shuning uchun mana shu yerda ham ancha trenirovka qilaman. Sizlarga maslahat beraman shuni. Aytgancha, videoni shu joyigacha ko'rgan bo'lsangiz, like va podpiska bosish esdan chiqmasin. Mehnatimni qadrlagan holda. Bu masala 4-trenirovkaga ham yetib keldik. Bu trenirovkamizda как будто nima desam bo'lasizlarga, joystikda to'la qonli his qilsanglar, shundagina
zalyutilar anchagina kuchayadi. O'zlaring his qilsanglar personajni. Shuning uchun joystickni yaxshilab o'rganib olamiz. Mana shu taxtachalardan bu yoqdan u yoqqa, u yoqdan bu yoqqa, orujani bu yelkadan bu yelkaga o'tirib turib shunaqa trenirovka qilaversanglar, xuddi videodagidek joystickni to'laqonli his qilasizlarda. To'laqonli his qilgan telefonni mahkam ushlab olasizlar, yaxshilab. Undan keyin zalyutilar anchagina oshadi. Agar shu video 10 ta prosmotr bo'lsa, TDMda qanaqa qilib giroskopni qimirdatib reaksiya qilib o'tgan yaxshimi yo ekran bilan qimirdatib reaksiya qilib o'tgan yaxshimi, shu videoni ham chiqaraman. Bo'lmasa 5 va eng oxirgi va eng samarador mashqga yetib keldik. Bu aimni juda oshiradi. Qaranglar, mitkalar mana bu dumaloqda turish kerak-da, polni. Ana shuni zalyutilar odamga normal tegadi. Shuni ancha trenirovka qilib tursanglar, shunda bu yerda pastdan tepaga, pastdan tepaga, pastdan tepaga, shundagina o'qlaring protivniklaringga magalni tegadi. Juda kuchli tegadi o'qlaring. Tak что shu ko'rsatgan mashqlarning hammasini qilsanglar, normalniy rezultat ko'rasiz o'zlaring. Aytgancha sizlarga videoni boshida va'da berib qo'ygandim. Qanaqa qilib telefonni keshlarini tozalab yorishdi. App Store kirasizlar, KPUX yozasizlar. Birinchida chiqqan yashilni bosib ana shundan telefonlaringni bemalol keshini tozalaysizlar. Operativniy pametga bosasizlar. Keyin очистка qilasizlar. Keyin o'qitib bosib, keyin глубокий очистка qo'yasizlar. Haqiqiy optimizatsiya mana shu bo'ladi. Internetda chiqayotganlar alda yotibdi hammasi. Prosta telefonni sal zaryad kam ketadigan, bunday qilish mumkin, lekin zalyutga aloqasi yo'q narsalar. Prosta yolg'onchilik. Shu bilan bugungi videomiz ham tamom. Like va podpiska bosish esdan chiqmasin. Hammaga omad.